Uzdigital 24/7 bez выходных. Assalomu alaykum hammaga. Mana shu polni novostroykani oldik. Qoraqamshdamiz. Teleboshda ko'rishni ko'rasizlarmi? Plus bularda hozir bu muammo. Bular butun mana shu mahallani to'sgan ekan. O'shaning uchun mana 1, 2, 3, 4 ta domni Xudo xolasa hozir обеспечить qilamiz. Bitta stoyka qilib antenna qo'yib, RJ kabel bilan pastga tushirib, через усилитель 4 ta domga. Bu yoqqa усилитель, bu yoqqa и ham pastda ham 5 tashga bor. 4 ta domni pitat qilamiz через bitta antenna. Xudo xolasa mana bu universalniy soldat orqali Xudo xolasa shunaqa montajni qilamiz. Ish juda ham oson bo'lmaydi. Ko'rinishini qaranglar. Televizatsiyadan hamma narsa bor. City 20-etajdamiz. Telebashning ko'rinishi zo'r, polni to'sgan. Mana shu mahallani polni to'sgan, mana shu mahalla polni to'sgan bitta mana shu novostroyka deb. O'shaning uchun hozir bular murojaat qilishgan bu novostroykaning boshlig'i hozir mana shu 4 ta domga shu ishni qilib beryapti. O'shaning uchun bizani chaqirishgan 24/7 ni internetdan topishdi mana. Telefon qilishdi. Xudo xolasa mana hozirdan ishlarimizni boshlaymiz. 24/7 bez выходных. Mana ko'rasizlar, kranlar hali ham ishlayapti. Mana o'tadigan уже bitgan. Uylar odamlar kiryapti, lekin mana chet yil bo'lmayapti. Shunaqa kimga xizmatlar kerak bo'lsa, telefon qilaverasizlar 94 666 81 88. Shunaqa gaplar. 24/7 bez выходных. Sog' bo'lasizlar. Спасибо за внимание.